Shu gazoblok liniyasi edi. Endi gazoblogi mana bu yerda endi 220 ga mo'ljallangan. Motorlar ham ko'rayotgan bo'lsangiz, endi yangi holatda mana 220 ga ishlagan. Puskatlar qo'yilgan mana. Knopkani bosasiz bo'ldi. Rastorni aralashtirish mo'ljallangan mana. Mishalkalarimiz yetarlicha bor, qoliplar deysizmi, qo'shimcha hammasidan bor. Endi ba'da mini gazoblok uskunasini yasalyapti. Mini gazoblok uskunasi hozir qolmagan. Bu yerda obzor qilib o'tamiz. Mana ketyapti. U komplektda nimalar bo'ladi deganlar uchun mana bunaqa 3 ta yevro pena blok, gazoblok qo'yish uchun mo'ljallangan yotiq qolipdan 3 dona bo'ladi mana. 3 ta qolip turibdi, ko'ryapsizlar. Mana shanellari ham baquvvatlardan qo'yilgan. Mana listlari ham yaxshi qilingan. Va mana mishalkasi mini. Hozir ana yarim tayyorini ko'rdinglar. Mana shu 6 ta qolipga mo'ljallangan. Bunaqa suv bochkasi pastda 200 litrlik, tepada 55 litr mo'ljallangan. Hamma santexnik montajlari bilan tepada ikkita ten, datchik, hamma narsalari bo'ladi. Pena generator bo'ladi. Kompressor. Hozir endi hali rastor bochkalar yuklaman. Rastor bochka latok tumbalari bilan $1,500 bu komplektning ham narxi. Gazoblogimiz ham narxi $1,500. Dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Endi mana pena blok komplektlarni sizlarga obzor qiladigan bo'lsam, pena blok komplektlarimizda mana bu обычный komplektimiz. Bu belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Bu yevro komplektimiz. Mana bu yerda pergorodga assortimentli bu qoliplardan bor. Manaqa yotiq qoliplar, Lego qoliplar, turbalik teshiklik Lego 40-50-20 barchasidan bor. Mana $300lik tomsuvoq komplekti. Bunda rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, yana bonusiga qoramiz. Salkam 1000 ta pena blok ketadigan penasi. Mana shu komplektimiz $300 tomsuvoq. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Endi pena blok uskunamizni komplekti. Bunda mana обычный qolipdan 3 dona. Listlari ham ko'rasizlar. Lazerli kesilgan Magnitogorskiy list. Har bitta qolip 6 tali bo'ladi. 3 tasida 18 ta chiqadi. Bunaqa rastor bochka, pena generator, 50 tali kompressor, mikser mana yangi korobka. Kompressor ichida pulsator, shlankalar, hamma narsalari bor. Bonusiga latok listi, kolonna listi, salkam 1000 ta pena blok ketadigan penalar. Bu обычный komplektimiz. Обычный komplektning narxi vodiy bo'ylab $750, O'zbekiston bo'ylab $800. Mana belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Komplektlar faqat qolipida farq qiladi xolos. Mana narginda bir qator bo'lsa, bunda 2 qatorli qilingan, sal usulli qilingan varianti. Bunda ham rastor bochka, pena generator, kompressor, mana kompressor ochilgan holatda, mana pulsatori, mikseri, shlankalari bilan bo'ladi. Bonusiga kolonna listi, latok listi, salkam 1000 ta pena blok ketadigan penalar. Bu belida 2 qatorli profilli komplektimizning narxi $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Mana endi trendda bo'layotgan yevro komplektimiz. Yevro komplekt ko'rayotgan bo'lsangiz, manaqa yevro qoliplar. Belida 7 qator profili bor. Manaqa rastor bochkasi, manaqa pena generator, kompressor, mikser, latok tumba, hamma yo'g'i bilan bu komplektlar shu qolipida farq qilgani hisobiga narxlari o'zgaradi. Qolgan hamma narsalar bir xil. Bu komplektimizning narxi $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab. $1000 sotilgan komplektlar. Endi mana shu yevro qolipni yotiq varianti, mana ko'ryapsizlar, yotiq holatda. Boya mini gazoblok liniyasida ham ko'rdinglar. Shu mana yotiq varianti. Baquvvat shanellar qo'yilgan. Ham gazoblok, ham pena blok qo'ysa bo'ladi. Bu qolipdan 3 dona bo'lib komplekt bo'ladigan bo'lsa, mana 3 ta qolip o'rniga bu qolipdan 3 dona bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ladi. Endi mana qa legolik qolipli komplekt bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rasizlar, bu обычныйga shunaqa lego qilingan. Shu qolipdan 3 dona bo'lib turib, qolgan hamma narsalari bilan bo'ladigan bo'lsa, обычныйлigi $800 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Agar mana qa legolik yevroni legolik bo'ladigan bo'lsa, $900 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib, $950 O'zbekiston bo'lib beramiz. Agar mana qa turbalik yevro qolipda. Endi bu turbalik asosan yevro qolipda bo'ladi. Shunaqa
qolipdan 3 dona bo'lib turib qolgan hamma narsalari bilan komplekt bo'ladigan bo'lsa, buni narxi $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'lib. Endi ba'da 40-50-20. Mana ko'rasizlar, 40-50-20. Yong'ir ham boshlab yubordi. Bu 40-50-20 ni abishnisi. Buni ham nargi abishni bilan bir xil $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'lib. Agar yevro variantda 40-50-20 bo'ladigan bo'lsa, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Endi mana 30-60 razmerda Jizzax qolip deyishadimi? To'rtburchak 10 gon teshiklari bor. G'isht chiqaradigan qolipli komplektimiz. Mana g'ishtini ko'rsataman. Mana shunaqa g'isht chiqadigan qolipli komplektimiz. Buni $1000 ga ham bermaganman vaqtida. Endi aslatgan bo'lgani uchun mashina $800 ga O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Peni generatorlari ham mana 130 talik zakaznoylari bor, minilari bor. Уже bular tugayapti. 10 turadigan bochka mana ba'da turibdi. Ba'da mana g'ishtashchi aravalar. Umuman pena blok, gaza blokka oid nimasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlarni o'rgatib ishga tushirib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'l, like bosishni unutmang.